ko'ramiz. Ko'mir orqali qonli isitish sistemasi. Bu nano texnologiya deyiladi. Voy eshak bo'ldi. Yomon qildi lekin. O'zbekistonda yengilini yomoni ketdi-yu. Hozir mashinani yurg'izamiz. Gap yo'q. Urib ko'ramiz. Ko'rasizmi? Hech narsa qilmayapti. Bu nima narsa desiz? Ko'mir orqali qonli isitish sistemasi. Bu nano texnologiya deyiladi. Voy eshak bo'ldi. Yomon qildi lekin. Like bosib uy qurayotgan yoki uyni endi qanaqadir boshqatdan perustanovka qilib, juda kam elektr sarfi bilan isitmoqchi bo'lgan tanishlarga maksimum tarqatib qo'ying. Bu narsa Koreyada ishlab chiqariladigan nano head degan palov отопление sistemasi. Bu elektrda ishlagani bilan ko'mir orqali isitiladi. Ichini ochib ko'ramiz. Mana ichida ko'mir cho'vasini 60 gradusgacha uyingizni polini isitar ekan. Gilamni tagiga elektronli topli pol solardik-ku, o'shandan 3 barobar elektr xarajati kam ekan. Uning ustiga juda ham xavfsiz elektr maydoni ham hosil qilmas ekan o'zidan. Gaz yo'q joylarga menimcha shikolat variant. Hozir gaz ham qimmat bo'lib ketdi-yu. Uni o'rniga qo'yarsiz, menimcha zo'r variant. Dunyoni narigi betida turganingizda ham ligirovka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Suvroq, sovuqroq yoki o'chirib yoqib qo'yish. Betonni tagidan bitta yotqizib regulyator qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi. Xohlasangiz o'zligi patkulch o'rnatib qo'yasiz. Hamma narsani hal qilib berishadi. Srochniy dachaligini, uyligini nima bilan samakin deb boshiga qotib yurgan hoji akalar bo'lsa, tarqatib qo'ying. Bu muzlamaydi ham, teshilmaydi ham, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Suvli to'pli pollar anaman sovdi, muzlab qolib, yorilib ketib, qancha muammo bo'ldi-yu. Uyingizni isitishga ham, mahsulot buzilmasligiga ham 50 yil garantiya beryapti zavodda o'zi. Agar boshqa viloyatlarda bo'lsangiz, diler bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu bularni ofitsialniy profilligi va kontaktligi O'rta Osiyo bo'yicha dilerligini faqat shu akalar olishgan. Yaqinda bu narsani juda ham hit bo'lib, juda ko'pchilik odam aynan shu palov отопление tizimiga o'tib ketsa kerak deb o'ylayapman bu ketishda.